Vodiy bo'yichami yo umuman O'zbekiston bo'yicha? Subhanalloh. Bilkalarda makoni bor ekan bu yerda. O'sha somon maydalagichlarni o'sha assortimentlari dahshat ekan. Xo'p, bu somon maydalagichlarni qana yasalishlari, qana sotilishlari, narxlari necha pul? O'sha 2026-yilda qanaqangi o'sha drabilkalarga talablar bo'lyapti? Shular haqida batafsil ma'lumot beramiz. Hamidullo degan ukamizni o'sha sexlar ekan bu, ishlab chiqarishlari ekan. Pastga telefon raqamlarini yozib qo'yamiz. O'sha batafsil aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Xo'p, hurmatli obunachilar, bu Hamidullohni o'sha bu kasb opoqlaridan qolgan, o'sha ota kasblari ekan, davom ettiryapti ekanlar. Xo'p, Hamidullo keling-chi. Hamidullo, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Salomatgina. Xo'p, Hamidullo, hozir 2026-yilda qanaqangi o'sha drabilkalardan foydalanishyapti? Qanaqangi qulayliklari chiqyapti hozir drabilkalarda o'sha yasalish jarayonlarini aytib bersangiz. Bizda aka 3 xil, hozir 3 xil drabilka chiqaryapti. Hozir to'ri burchak, yumala, keyin bunaqa balonchalik chiqaryapti. Baloncha. Standartiy bir mana bu tom holati. Tom holat, qattiqroq gapiraverasiz, ha. Keyin yumala variantdan ham chiqadi, mana hozir kattaroq variantdan. Motorlari 2 xil bo'ladi aka. Motorlari 2 xil. Alyumin mis bo'ladi. Alyumin mis. Misga taraf ko'proq bo'lyapti. Kuchliroq, ha. Ishlashi ham, chidashi ham, muddati ham uzoqroq chiqadi. Uzoqroq chiqadi. Garantiyalarga qilib beryapmiz hozir. Motorlarimizga garantiya beryapmiz. Asosiy endi yuradigan motori bo'ladi. Motori bo'ladi, birinchi o'rinda. Drabilkani asosiy motori bo'ladi. Garantiya joydan olamiz. Biz ham garantiya olamiz, biz ham garantiya beramiz. Garantiya beriladi, taqalari bor. Endi hozir boshda yasaladigan jarayondan bir qator nima deydi, ko'rsatib bersangiz yaxshi bo'lardi. Endi mana misol bitta bosh holat bor mana yasashyapti. Telefonlarda yasashyapti. O'zi tayyor xom holati aka. Xom holat bu. Haligi to'g'ri ko'rsatsangiz, nima deydi? Ajratib bo'lmaydi. Yo'q, suvarkalarga e'tibor qilinadi. Aka mana bizda birinchi bo'lib germetga surkalmaydi. Hozir avtomatdan ichkaridan ilashtirib turib, germetkani qo'yib turib, masalan, chokiga. Bitta germetkani toza bo'lsa bilinmayapti, kraskani tayyor. Ha, bu mashina juda muhim joyi. U ba'zida umri uzoq bo'lmaydi. Bu endi kraska sepishga tayyor holati. Tayyor holati. Mustaqil qilingan. Taklari ham chotki. Suvarkalar tuyuladi. Hurmatli obunachilar, ko'rishlaringiz. Odam bor, elektrotdan ham yutaman deydi, to'kdan yutaman deydi. Bizga unaqa bo'lmaydi. Shularga uchun mana chaqlar aka chiroyli qilib qo'yishgan. Mana sport bilan bitta shogird bola ishlaydi. Suvarga ham bo'ladi, suvarga bo'ladi. Suvarga holatda mana jarayonlarni ko'rsatyapti sizlarga, hurmatli obunachilar. Xo'p, bu tig'lari, masalan, bitta narsani aytaylik, mashina endi summasini aytmay qo'yaylik. Mashq holatini, mashina o'tdan aql hozirgidek ko'rsatganimdek bitkizib berishsa, misol xizmatlarga pul olishadi. Masalan, deylik, mana tushuntirsan, pulini beramiz, xizmatlarga misol shogirdlari. Agarda mashinaga egasiga borib, bitta ham joyi sinib ish ko'rsatadigan bo'lsa, shtraf olamiz, pulini olib qolamiz, bo'ladi. Uni besplatni qilib beramiz. Uni qilinadi. Shunaqa dogovor bilan ishlatamiz bolalar, svarchilar. Shu darajada nima qilingan. Bu puxtaligidan dalolat-da, mana puxtaligiga targ'ib, bo'ladi. Turbalari mana ko'rishlaringiz mumkin, juda qalin bo'lar ekan. Eng kami 3 bo'ladi bizda. Eng kami 3 ketar ekan bitta. Eng kami 3 bo'ladi. Ikkinchi etapga o'tsak, ikkinchi etapi qanaqa etap bo'ladi? Xom holatlar. Xom holat, bular ham. Ham kraska tayyor bu top variant. Ikkita balonligi bu mana. Buni bunday qilib balonlilari nima chiqqan ekan, bular ham balon holatida ham mana ko'rib turibsizlar, mana balonlarigacha qilingan ekan, mana ko'ryapsizlar mana. Suvarkalarni bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Germetga bunaqa ishlatilmaydi, umuman ishlatilmaydi germetkalar. Umuman germetkadan foydalanilmas ekan, eshitayotgan bo'lsalaring. Suvarkada chiqadi. O'sha gap, o'sha chesni bo'ladi, shtraf bo'ladi. Shtraf bo'ladi. Hattoki o'sha ishchilarga ham shunaqa qilingan ekanki, o'sha biror narsa bo'lsa ham o'sha shtraf solinadigan darajada puxta ishlanar ekan. Xo'p, bularimiz aka misli motorlarimiz. Motor holatiga. Mana mahaviy, zavodskiy mahaviy bo'ladi. Quyma bo'lmaydi bizda. O'sha Jiguli mahaviy bo'ladi. Xuddi mashina qilib plans qilib moslashtiramiz haqiqiy 9,5 kg og'irlik bo'ladi. Segmentlari 28 tadan 40 tagacha segment beriladi. Ichiga drabilkalar ichiga. Drabilka. 3000 оборотda aylanadi, обороты. Оборот 3000 оборотda aylanadi. Endi mahaviy deganda mana bunaqa mahaviyni ko'rsatamiz aka mana. Bunaqa mahaviy o'tiramiz, zavodskiy. Zavodskiy o'zi shohir akalar bilishadi. Shu mahaviylarni
anaqa qilib o'rtaga plan qo'ydirib moslashtiramiz. Ichida. Kelayda mana baq aka. Bo'ldi. Hurmatli obunachilar, mana ichkarida Mana mahalliylarimiz balandroqdan chiqqan holatlari mana. Balandroqdan chiqqan holatlari. bemalol ishlatsa bo'laveradi, ona. Bu itashilgan listdan bo'ladi bu mahalliy. Bunisi bu ikkitasi. Bu ham bitta variant. Listdan bo'ladi. Tayyor ekan. 40 ta 38 ta pisaq segment bo'ladi ichida. 3000 оборот aylanadi, оборот ham. Katta оборот 3000 dan aylanadi. Har qanaqa mahsulotni tushunchasini maydalab tashlaveradi ichida. maydalab tashlayvergan. Xo'p, endi bular ma'lumotlarni setkalarga bersak, setkalar to'rt xil bo'ladi aka. Ha, to'rt xil Setkalar. Bu bitta mana molga qilib maydalaydi, yiriroq qilib molbob deydi. Bu bug'doy maydalaysiz bunda aka. Bug'doy maydalaysiz, bunda makka maydalaysiz. Maydalashadi mana. Bunda makka maydalashadi. Keyin 3 xil bo'ldi. Bunda mana bunaqa setkamiz bor, qo'ymoq bo'ladi. Unda vaqtim semichka, eng katta semichka o'sadi. Mana to'rt xil drabiga, nima setka bitta drabiga qo'shib beriladi, to'rt xil. Masalan, to'rt xil bo'ladi. To'rt xil bo'ladi. Setkam bitta drabiga qo'shib beriladi. Xo'p, yana ma'lumotlari endi nimalar qoldi endi? Ma'lumotlari Hozir mana hurmatli obunachilar, hurmatli obunachilar, baytda hozir misol qo'ldan tutgan qilib, uni tashab, chiqartirib, unaqa qilinmayapti. Noldan mana ichki holatlarigacha batafsil ko'rsatilyapti. Hali videoda ham to'g'ri bo'lsin, halol bo'lsin degan maqsadda, hali ichki a'zolarigacha ko'rsatilyapti. Bitta mana shunga like bosib qo'ysalaring yaxshi bo'lardi. hozir ishlatsa ham bo'laveradigan vazn bor, hozir tayyorgarlik ko'rib ishlatsa ham to'rtta dravikani yurgizib, makka bug'da hamma chiqarib bersa bo'lar. Aka o'zi nima mahal qo'lyapti. Hozir ham Uju 12 bo'ldi-da. Qancha vaqtimiz qoladi jumaga. Hozir uni harakatga kirishimiz qolib ketib qoladi. Jumadan keyin mana mashinamiz keldi. Bu mashinamizga hozir Surxondaryoga yuklar bor, ha? Vohaga chiqaversa, buni xudo xolisa. Zakazlar bo'lyapti. Surxondaryo, Buxoro. Nasib kelishi ishlab turibmiz. O'zi aslida reklamaga muhtoj bas ekan bu yigitimiz. Faqat endi odamlarga foydali bo'lsin deb, ishonchli mahsulot olishlaring uchun bu videoni qo'yyapmanki, bizning videolarimiz bilasizlar, odamlarga manfaatli bo'lsin, tavsiya qilaylik degan maqsadda qo'yilgan videolar uchun biz o'zimga yoqqanligi uchun ko'rsatib, sizlarga obzorini qilib beryapmiz. Xo'p, bularda endi eng qiziq joyi narxlarga kelsak, qator narxlarni qo'ysangiz. Aka, o'tgan yili mismatorlarni sizlar obunachilaringiz ichida ham ko'rganlar bo'lsa kerak, qilib keladi. Bitta manda bor, boshqalar ham bo'ladi, balki. Mismatorlari 3 million sotilgan mismatorlar. Dastlabkasi bilan hozirgi holati dastlabkasi bilan 2 million 300 ming narx beryapti. 2 million 300 ming. Dastlabkasi bilan. Vodiy bo'yichami yo umuman? O'zbekiston bo'yicha. O, subhanalloh. O'zbekiston bo'yicha dastlabki. Ariol motorimiz Ariol bo'ladi motori, mis motor bo'ladi. 2 million 300 mingdan O'zbekiston bo'ylab dastlabkasi. 2 million 300 ming. Motorlarimizni 2 milliondan dastlabki beryapmiz. 1 million 800 mingdan dastlabki beryapmiz. 1 million 800 mingdan, ha? Holatiga. Hurmatli obunachilar, mana eshitgan bo'lsalaring, narxlari juda arzon ekan. Narxlari ham juda arzon ekan. Endi gap narxida emas. Gap sifatida. Hurmatli obunachilar, iltimos shuni inobatga olinglar. Aslan sifatiga e'tibor beringlar. Bir xil odam bilan ko'p gaplashamiz. Mana mobillarga qo'yamiz, YouTube'ga telefon qilishadi. Bir xil odam falon joyda falon narxga degan narxni deydi. To'g'ri, biz ham o'sanaqa chiqarsa bo'ladi-yu. Keyin orqamizda so'kishlariga to'g'ri keladi. O'zi nimagaki? Muhimi sifat. Bitta narsani kam qilib, bitta narsani olish kerak. Voz kechiladi, iloji yo'q. Hurmatli obunachilar, mana yigitimiz o'zidan ham eshitdilaring. Pastga telefon raqamlarini yozib qo'yamiz. Bemalol O'zbekiston bo'yicha dastlabkasi bor ekan. Telefonlarda qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.